Sora kızım bana, Sora. Akıllı kızım bana, akıllı kızım bana. Dana kızım bana, dana kızım bana. Bu kadar. Abdullah navaram var, Abdullah. Şu Abdullah navaramda şükrana köle bulan. 6 yaşga to'ldi. Abdullah! 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 Kim? Abdullah navaram 6 yaşga to'ldi. Mana 6 yaşga to'lganini ko'rib, xursand bo'lib turdik. Mana Abdullah, mana Abdullah, mana Abdullah xursand bo'lib turdik. Soraxon hamma bo'lib qoldilar. Keyin Soraxondan so'radim, sani shukrona kuning qachon desam, ertaga deydi. Ertaga deydi. Mana bu yerda Abdullah, katta bo'lsang kim bo'lasan? Qori bo'lasanmi? Mashalloh, hofiz Qur'on bo'lgin ilohim, hofiz Qur'on bo'lgin. Joning sog' bo'lsin, bolam, otang, onang rohatlaring ko'rsinlar ilohim bu yoqda. Bu joning, toza joning, biza rohating ko'raylik, bolajonim. O'zing yaxshi bo'lsan, Abdulloh. Kuchingni qo'shib qo'ymoq, noqis bo'lmoq. Mana pahlavon bu, pahlavon Mahmud. Pahlavon bo'lsin ilohim. Mana Shoraxon, Abdullaxon, qizim mana Shahrizoda qizim, Zubayr mana Zubayr navaram. Zubayr ajoyib bola. Zubayr mana Zubayr bolam mana. Aqlli bolam mana. Bular jannat rayhonlaridek, bular jannat rayhonlari farzandlar. Salomat bo'lsin ilohim baxtimizga. Hech qachon bulardan keyin biza bolam deyig'lamaylik. Bular otam deyig'lasin. Biza bolam deyig'lamaylik azizlarim mana. Hammanglar Alloh uchun yaxshi ko'raman qadrdonlarim mana. Yes deb qo'ydi. Allohu akbar. Ana